uchun eng ulug' ona. Hosil esa yer va insonning qo'shma mehnati mevasi. Hosil bayrami bu shunchaki bayram emas, bu tarix, qadriyat, millatning yuragi. Keling, bugun Hosil bayramining 1000 yillik ildizlari, SSR davridagi o'zgarishlari va bugungi kundagi qiyofasiga sayohat qilamiz. Hosil yig'ib olish va uni nishonlash qadimdan mavjud. Ajdodlarimiz kuz faslida hosilni yig'ib yerga shukronalar aytgan, marosimlar o'tkazgan. Zardushtiylik davrida esa yer va suv muqaddas sanalib, ularni asrash odat bo'lgan. Mehnat qilgan inson och qolmaydi degan qadimiy hikmatlar xalqimizning hayot falsafasiga aylangan. 19-asrning oxiri, 20-asr boshlarida O'zbekiston hududi Rossiya imperiyasi tarkibiga kirdi. Bu davrda hosil yig'im-terim xalq sayillari shaklida o'tkazilgan. Qishloq bozorlari, yarmarkalar nishonlanadigan asosiy joy bo'lgan. Ammo xalq bayramlari ko'proq mahalliy darajada o'tgan, keng miqyosda emas. 1920-yilda Hosil bayrami o'zgarishga yuz tutdi. Endilikda qishloq xo'jaligi yarmarkasi sotsialistik mehnat bayrami sifatida o'tkazila boshladi. Dehqonlar mustaqil emas, balki kolxoz va sovxozlar tarkibida ishlay boshladi. Hosil bayrami esa dehqon mehnatidan ko'ra sovet siyosatining targ'ibot vositasiga aylantirildi. Ikkinchi jahon urushi yillarida hosil yig'im-terimi butunlay front ehtiyojlariga xizmat qildi. Ayollar, bolalar, keksalar dalaga chiqdi. Hosil bayramlari ham jangchilarga bag'ishlandi. Hosil esa asosan frontga yuborildi. Urushdan keyingi davrda hosil bayrami yanada siyosiy tus oldi. Kolxozchilar, sovxoz ishchilari yil yakunida mehnat qahramoni sifatida e'tirof etildi. Bayramlarda odatdagidek konsertlar, chiqishlar bo'lsa-da, asosiy maqsad sotsializm g'oyasini ulug'lash edi. 70-80-yillarda paxta va g'alla davlat siyosatining markazida turdi. Hosil bayramlari esa paxta yarmarkasi, xalq xo'jaligi ko'rgazmalari ko'rinishida bo'ldi. Milliy an'analardan ko'ra sovet shiorlari ko'proq o'rin oldi. 1991-yilda mustaqillik e'lon qilingach, hosil bayramlari yana milliy qiyofasini qaytara boshladi. Endi bayram xalq bayrami sifatida nishonlana boshlandi. Milliy qo'shinlar, raqslar, qadimiy an'analar qayta tiklandi. Viloyat markazlarida katta yarmarkalar tashkil qilinib, xalqimiz o'z mahsulotlari bilan faxrlanadigan bo'ldi. Bugungi kunda hosil bayrami xalqimizning eng sevimli an'analaridan biriga aylandi. Har bir hudud o'zining eng yaxshi mahsulotlarini olib chiqadi. Yangi texnologiyalar, zamonaviy dehqonchilik usullari, organik mahsulotlar ham bayram ko'rgazmalarida namoyish etiladi. Bayram endilikda nafaqat an'ana, balki zamonaviy agroiqtisodiyot forum darajasiga chiqmoqda. Hosil bayrami faqat hosil emas, balki xalqning madaniyatining namoyishidir. Folklor jamoalari, milliy raqslar, kurash musobaqalari bayramning ajralmas qismiga aylangan. Bu orqali xalqimiz o'z qadriyatlarini asrab kelmoqda. Hosil bayrami bu yerga hurmat, mehnatga ehtirom, birlik va baraka ramzi. Qadim zamonlardan tortib SSR davrigacha, mustaqillikdan to bugungi kungacha hosil bayrami o'z mohiyatini yo'qotmadi. Bu bayram millatimizning ruhini ifodalovchi ulug' qadriyatdir. Hosil bayrami bu yerning mo'jizasi, insonning mashaqqati va xalqning quvonchi. Aziz tomoshabinlar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va yangi tarixiy sayohatlarda biz bilan qoling. Bayram muborak.